Nega inson ilm oladi hayotida, o'zgarish uchun harakat qiladi, qo'ldan kelgan imkoniyatni ishga soladi, lekin insonlar o'zgarmaydi. Ichidagi xotirjamlik, ichidagi huzur, insondagi asl baxtni anglash hissini topolmaydi. Buni asosiy sababi sizni ong ostingizda bo'lgan, yodingizda bor yoki yodingizda yo'q bo'lgan bolalik ssenariylari hisoblanadi. Bu narsalarni hal qilmasdan turib, siz xohlang dars oling, kurs oling, bitta ikkita seans olingda mutaxassisdan, lekin bularning hech biri hayotingizdagi muammolarni butunlay ildizi bilan hal qilishingizga, yechishingizga yordam bera olmaydi. Buni yagona hal qiladigan yo'li bu o'zingizni bolaligingizdagi asosiy ildizlaringizni ishlash, hal qilish. Buni qanaqa hal qilsa bo'ladi, qanaqa yechsa bo'ladi? Men har bir mani bolaligim yaxshi o'tgan, lekin meni qaynonam, turmush o'rtog'im ko'p xafa qilishadi. Men hayotimda qancha ko'p mehnat qilsam ham qadr ko'rmayman deb savol berishadi. Lekin buni asosiy yechimi sizni o'zingizni ichki hislaringiz bilan kelisha olmasligingiz, ichingizdan o'zingizni tushuna olmasligingiz, ichingizdagi og'riqlaringizni malhami nimadaligini topa olmasligingiz. To'g'ri, men harakat qilmaysiz demayman. Siz harakat qilyapsiz bugun, intilyapsiz, hayotingizni yaxshilash uchun qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilyapsiz. Lekin bitta narsa borda, siz tashqaridan qancha quyma ilm olganingiz bilan, tashqaridan qancha manbani olib qo'llaganingiz bilan eringiz ham o'zgarib qolmaydi, farzandingiz bilan ham munosabat o'zgarmaydi, o'zingiz bilan ham o'zgarish bo'lmaydi. Agar hayotingizda xiyonat bo'lsa, bu ham yana qayta takrorlanishda davom etadi. Juda ko'pchilik ayollarimiz aytishadi, meni turmush o'rtog'im xiyonat qilganman, kechirganman, yashayman, lekin yana xiyonat qiladi. Qanaqa bu muammodan chiqib ketsam bo'ladi? Bu muammolarni ildizi bor, azizlar, ayollar. Men sizni har biringizga tushuntirib bera olmayman men buni. Juda ham katta mavzu, juda ko'p ishlanilishi kerak bo'lgan dastur bu narsa. Bu o'zingizni ong ostingizdagi o'zingizni ssenariylaringiz bilan bog'liq. Juda ko'p ayollar bilan gaplashdik. Hammasi deyarli tan olyapti o'zini bolaligidagi holat bilan bog'liqligini, lekin uni qanaqa qilib yechishni bilishmayapti. Men sizga Telegram guruhimda aksiya qilingan o'sha judayam arzon narxga beriladigan darsligimni bugun soat 20:00 gacha sizga shans bermoqchiman. Atiga 300 ming so'mga siz bu coaching guruhidagi darsligimizni, 10 ta darsligimizni qo'lga kiritib, hayotingizdagi muammolaringiz ildizi nima sababdan shu muammolarga duch kelyapsiz yoki qayta shu bilan bog'liq muammolar hayotingizda tark etib ketmayapti. O'zingiz bilan ishlasangiz ham o'zgarish bo'lmayapti. Bularni hammasini sababi, ildizi va yechimi berilgan. Agar kimga bu darslik qiziq bo'lsa, haqiqatan ham hayotidagi muammolarni hal qilmoqchi bo'lsa, meni sizga beradigan eng katta yordamim shu, azizlar, ayollar. Bundan boshqa men bitta o'zimman har bir ayolga bittalab tushuntirib 10 talab dars o'tib bera olmayman, azizlar. Faqat meni qo'limdan keladigan yordam mana shu darsligimni juda ham arzon narxda, hamma olib biladigan narxda qilib berdim. Turmush o'rtog'ingiz umuman daromad bermasa qo'lingizga, sizga o'zingizni ishlash ishtiyoqi, xohishi bor, lekin hech qanaqa yo'l topa olmayapsiz. Sababini ham bilmayapsiz. Buni o'zingizga bog'liq jihatlari borligini tan olyapsiz. Lekin yechim nimadan boshlashi, qayerdan ishlashi bilmayapsiz. Har tomonlama qiyin vaziyatda qolgansiz, moliyaviy jihatdan ham, munosabatlardan ham, o'zingiz bilan bog'liq kelishmovchiliklardan ham. Mana shu insonlarimiz uchun juda ham yaxshi samara beradigan darsligimiz. Bu darslik sizga berilgandan keyin siz o'zingiz xavotir olmang, yolg'iz qolmaysiz. Siz bilan biz yana tushunmagan joylaringizni birgalikda davom etib savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Agar kimga ma'qul bo'lsa, marhamat, lichkamga murojaat qiling, Telegramimga. Faqat soat 8 gacha, 8 dan keyin iltimos qizlar yozmanglar. Men o'zimga xiyonat qila olmayman. Men o'zimga shunaqa va'da berdim o'zim uchun va bu narsani men inkor qila olmayman. Shuning uchun soat 8:00 gacha vaqtingiz bor. Marhamat, yozing, ulguring, hayotingizni o'zgartirishni boshlang, o'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling va sizning hayotingizni o'zingizdan boshqa hech kim o'zgartira olmaydi. Shuni unutmang.